Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, alhamdulillah yana bitta juma namozi Masjidil Haromda o'qishni nasib qildi. Alloh taolo hammamiz qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Allohga hamdlar bo'lsin. Judayam rohatlanarlik holat, birodar. Alhamdulillah. Muxtorjon birodarimiz Jallovotdan ajoyib hojiboshlardan Alloh rozi bo'lsin. Ma'da Ravshanbek birodarimiz ketyapti. O'zbekistonning Qorasuv-Sudan. Barchalar juma yo'ldan muborak bo'lsin, yaxshimisizlar. Alloh taolo hammanglar shu joylarga kelib, bir jumani Madina Munavvarada, bir jumani Makka mukarramada o'qishlik hammanglar nasib qilsin. Allohumma amin. Amin, amin. Alloh rozi bo'lsin, birodarlar. Mana hoji akam ham, hoji aka siz ham tabriklab qo'ying. Ajoyib holat. Malayziya, Indoneziya, juda ham ko'p mamlakatda boshqa davlat odamlari hozirgi yoshlar bunday yengil hazil qilsangiz chiroyli qabul qiladi. Agar o'shini o'rnida o'zimizkilar bo'lganda degan bo'lardi. Mashalloh.